Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdagi navbatdagi Cobalt avtomobilimiz tayyor holatga keltirildi. Bu avtomobilga qilingan navrotlarni ko'rsatib sanab beramiz. Narxlari bilan videoni oxirigacha ko'ringlar. Malibu 2 rul original, Malibu 2 barlarni ham yaxshi original shunlar bilan o'rnatib berganmiz. Magnato brendi ostidagi premium mahsulotda silen chexollari taqib berilgan Galaxy modeli. Qaranglar, mana bu joylari material, lekin karbonga o'xshab turadi. Chetlari kojinli polni. Bundan tashqari bu avtomobilimizning tablolarini ham tuning qilib qo'yganmiz. Bu oq rangga yonadigan qilib podsetkani, iPhone, pechka-mechkalari, hop, tablolari polni oq rangga yonadigan bo'lgan. Tabloga sonogratsiyani ham chiqarib qo'yganmiz. 95 gradus qizib turibdi mashinamiz. Hop, Malibu original rul, cruise kontrollari bilan ta'limga qilingan, hammasi ulangan, multimedialari bilan, faralar LED, Malibu signal bo'lgan. Hop, tablo tuning bo'lgan etdik. Barlar kranshtayn bilan, original ovoz turuvchi motorimiz bilan parrandalarini yuradigan bigushi qilib o'rnatib berganmiz. Sizlarga chexol Galaxy aytib o'tdik. Magicar dominant 908 start stop va bagajlarga apishgan qilib berganmiz. Polni salon podsetkalari ham bor. Xullas, mana shu hamma navrotli Premierni o'rta hisobda $900 atrofida chiqdi. Rul original, uстановкасы bilan bar. Hop, original tushunuvlar bilan kranshtayn, polni gramatnik garantiya bilan o'rnatilgan, tabloli tuning bo'lgan oq rangda, steklopodъемniklar bilan komplekt, LED faralar, signal Malibu, chexol Galaxy taqib berishi bilan bagajlarga apishgan qilib berganmiz. Magicar 908 dominant, start stoplari ham bor. Hammasi $900 narxi.